Assalomu alaykum kanalına yaxshimi? Allah salomat qilsin. Men bugun sizlarga yeni bir oddiy, ya'ni tabiiy desam bo'ldi, buni tabiiy debdi, chunki men bu supunda bu qazinimni tozalamoqchi. Buni ko'z o'g'ronlardek 5 saniyada lekinlar elvida debdi. Ya'ni 5 sekundda. Biz sinab boqaylik. Beraber yani birlikte. Oldi bilan men bu qazinimni koydum. Hemen çay. Limonla puraydı bu. Başka bir hiç qandaq bir gayri puraqma yok. Hazır biz sanab bakaylı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sandık 5 saniye buldu. Endi biz bunun açıyorum keyin tərəf bilan sürüyümüz. Bunun keyini bilan essaq. Gözümden umaya çıktı. Bu şekilde qilsak çıktı. 5 saniyede debdi. Şunun uchun sinab baqish uchun sizlar bilan birlikte video qildim. Ba'zi narsalar bor, masalan, bunda qazonlar bo'lib qolsa, rangini o'chirib o'tadigan ahvollar bo'ladi. Mana bayam qalti bilan hozir qaltini ko'rdim. Bu shunda chiqadi ekan. Yaxshi ulab qilib bersak. Men bir qo'limda video chekib, bir qo'lim qilganligim uchun men yan tarafini qilmay qoldim. Mana bayam qaltini, hozir qaltini ko'rdinglar. Endi buni biz suda çayqab deb kirib boqaylik. Mana bayam qaltini, hozir qaltini ko'rdinglar. Men yan tarafini hozir yana qilaman. Bayam qandaqda hozir qandaqdi, shundan chiqdi. 5 saniye demaydi. Bir 2 minut qo'ysanglar texabakroq yaxshi chiqdi mencha. Men ishlatib boqay deb oldim. Unumi bo'ldi. Endi yana qandaq o'rinlarda ishlatgili bo'ldi ekan, men qarab boqay. Buningda ishlatg'ayda birinchi kiyafetlar, ya'ni kiyim-kechaklar ishlatgili bo'ldi ekan, lekin chiqardi ekan. Avtomobillar ishlatgili bo'ldi ekan. Ondan keyin masalan, ko'p salimizg'u. Ashlarni bilan ishlasak bo'ldi ekan. Ustallarda ishlasak bo'ldi ekan. Boshqa qanday toziqlarda ishlasak bo'ldi ekan. Perdelarda ishlasak bo'ldi ekan. O'choq sursak bo'ldi ekan. Ya'ni lekin bilasizlar, dog' yo'qdi debdi. Balkim limonning kichi zaten yog'ni yo'qotish buni limonliq deb mahsusini qilibdi. Bu A101 dan topiladi. A101 da 9 lira qila olasizlar. Hatto 10 lira desam bo'ldi. Qo'laylam. Ya'ni qizitib g'ayri puraq emas, sizlarni bir xil yog' cho'zuvchilar bor, masalan, shuni qilsak qizitib qozonaq degani bir xil yollarimiz ishtirdi. Unda ziyonliq tarafi yo'q. Ya'ni hech qanday bir limonlan puraydi. Yaxshi ekan, menga yardi. Hozir men tunji bo'lib qazinimni sinab baqdim, tavamning ostini. İnşallah bundan keyin perdelerimi, başka kiyim-kechaklarni beraber birlikte sinab baqamiz inşallah. Yani tavsiye qilaman bu supuni. İnşallah yeni bir videoda görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet.